Oddiy texnik ishchidan bosh muhandisgacha bo'lgan yo'l. Ko'pchilik aviatsiya sohasiga birinchi qadamni qo'ygan insonlar oddiy texnik yoki oddiy amaliyotchi sifatida ish boshlashadi. Ammo kim o'rganishdan to'xtamasa, katta lavozimli eshigi har doim ochiq. Aviatsiyada karyera bosqichma-bosqich o'sib boradi. Birinchi, junior texnishian, yangi boshlovchi, amaliy tajriba to'playdi. Ikkinchi, line mexanik, samolyot parvozi oldidan texnik holatini tekshiradi va xizmat ko'rsatadi. Uchinchi, senior technician, murakkab tizimlarni nazorat qiladi va boshqaradi. To'rtinchi, maintenance supervisor, butun texnik jamoani boshqarish imkoniyatidir. Bu jarayonlar bir kunda bo'lib qolmaydi, lekin kim aniqlik, mehnat va mas'uliyatni qadrlasa, aviatsionga cheksiz imkoniyatlar eshigini ochib beradi. Bugun siz oddiy texnik bo'lishingiz mumkin, lekin ertaga butun texnik jamoani boshqarish imkoniyati mavjud. Aviatsiyada har kim o'sish imkoniyatiga ega, faqat harakat qilishdan to'xtab qolish kerak emas. Har bitta katta lavozim ortida kichik, lekin ishonchli qadamlar natijasi turibdi. Ishda ishonch, intizom va har doim faol bo'lish sizni yuqori marralar sari yetaklaydi. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolar bundanda qiziqarli va foydali bo'ladi.